O'zbekistondagi barcha xonandalar jiddiy ogohlantirildi. Ogoh bo'ling, O'zbekistonda vaziyat shu qadar jiddiymi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbek konsert davlat muassasasi xonandalarni to'plab, konsert tomosha sohasida u yoki bu dinni targ'ib qilmaslik masalalarida yig'ilish o'tkazdi. Bu haqida tashkilot saytida berilgan xabarda so'z borgan. Yig'ilish 3-mart kuni O'zbek konsert davlat muassasasida konsert tomosha faoliyatida olib borilayotgan madaniy ma'rifiy ishlar hamda san'atkor odobi mavzusida o'tkazilgan. Unda huquq-tartibot idoralari xodimlari, madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Ahmedov, O'zbek konsert davlat muassasasining rahbariyati xodimlari, xonandalar, hududiy bo'limlar rahbarlari, hududlardagi xonandalar Uzum platformasi orqali ishtirok etgan. Yig'ilishda san'atkorlarning ma'naviy madaniy faoliyati hamda san'atkor odob axloq O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati, san'atkorning konsert tomosha faoliyati uchun litsenziya talab va shartlari hamda mualliflik huquqi kabi masalalar muhokama qilingan. Shu bilan birga, kuy-qo'shiqlarning mazmuniga e'tibor qaratish, mualliflik huquqlarining buzilishi holatlariga ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, o'z ijodlari davomida vatanga muhabbat, sadoqat, vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni ko'paytirish, o'sib kelayotgan yosh avlodga namuna bo'lishlar aytib o'tilgan.